Assalomu alaykum, Jalisi brend obunachilari, yaxshimisizlar? Xudo xolasa. Buvayda tumaniga kelganmiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani. Bu yerga kombo jalizilarimizni ilamiz. Xudo xolasa, Yangi O'zbekiston ko'chasida turibmiz. Ushbu fayzli xonadonda yangi bitgan joyga, xudo xolasa, ko'cha tarafga qaratilgan derazasiga hamda ichkari tarafdagi derazalariga ozroq bo'lsa-da, lekin kombo jalizilar ilib ko'rsatib beramiz. Mumkin. Endi ta'mirdan chiqibdi. Xolasa birma-bir ko'rsatib chiqamiz. Bizni kuzatishda davom etib turinglar. Mana birinchi xonamizga ham kirdik. Xudo xolasa ustanovkalarni boshlab oldik. Hozir bu yerga yangi modelimizni ilib ko'rsatamiz. Agar yoqsa bittadan like bosib qo'ysizlar. Mana yotoqxonaga qo'yilgan jalizilarimiz ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli chiqqan, mos kelgan. Mana shu aboydagi zarlariga, bu ham zarli. Faqat bu seri zarli. Tilla zarli bo'lganda uyg'unlashib ketib qolardi. Sal ajrab tursin dedik. To'qilgan va matosi qalin, setkalari ham zo'r. 10 yil 15 yilgacha xizmat qilib beradi. Eshiging tepasiga ham oddiy qilib berdik. Xohlasanglar arkali qilib, popili qilib beramiz. Kimgadir u yoqadi. Endi yana bitta kirish eshigiga qo'yamiz. Ko'rib tursangiz, taxtali eshikka shart emasda, to'sish-mashlar qilib qo'ysa bo'ladi. Parda qilib, oshiqcha xarajat qilmasdan. Bu tarafda yana bitta xonasi bor. Bu ham yotoqxona. Ko'rsalar bo'ladi. Bu ham rosa chiroyli. Yangi modelimiz. Bu ham zarli. Juda ham chiroyli yarashgan. Bu tarafiga ham qo'yib berdik mana. Juda ham chiroyli, sifatli, qalin mato. Eshiging tepalariga ham qo'yib berganmiz. Xudo xolasa, endi oshxonasini ko'rsatamiz. Oshxonaga qo'yilgan mebellariga moslaganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Sal mana shu guldagi ranglariga ham uyg'unlashgan, kumush sar. Tashlari yengil, mexanizmlari zo'r. Temir karnizga bo'lgan. Eng qimmat materialimiz shu. Aloqaga chiqarasizlar.